Bu video mana shu inson talabaga asosan olinyapti. Kabel trigger noto'g'ri ko'rsatyapti deydi. Kabel trigger noto'g'ri ko'rsatmaydi, faqat o'zini ichidagi 9 volt batareyasini olib tashlab, srazi 12 volt akkumulyatorga ulaydigan perdelka qilib qo'yishingiz kerak. Ana shunda signal moshni chotki chiqadi va noto'g'ri ko'rsatmaydi. Sizlardan har doimgidek like va podpiska. Yaqin oradagi maqsad 1000 ta obunachi, tak что like bilan podpiskani bosib turamiz. Uzoqlashdi? Yaqinlashdi. Xullas kalon uzilgan simni bir uchiga faqat ishlatganda hech qanaqa напряжение bo'lmasi kerak simda, na plus na minus. Shu sim qaysi joyga boryapti, qaysi relay, qaysi предохранительga boryapti yoki miyani qaysidir noshkasiga kelyapti yoki qayerda abrif uzilgan, shularni topish uchun juda qulay narsa bu. Gap isboti bilan bo'lish uchun qaranglar. Tumanka qo'yilgan, tumankaga tok kelmayapti. Bu tumanka yonadi, bunisi yonmaydi. Mana bu minusovoy sim, mana bu plyusovoy sim. Mana bunda na minus bor, na plus bor. Bu simimizda bo'lsa minus kelyapti. Ko'ryapsiz, minus kelyapti. Ikkinchi simimizda na minus bor, na plus bor. Buni bilish uchun biz kabel triggerni ulab qo'yamiz. Mana bu simimiz plyusovoy tortmadi. Massaga tedirsak, lampochka yonyapti. Endi qaranglar. Mana kabel triggerga plus va minus tok uladi, mana kabel trigger yondi. Bu ko'p signalli simimiz. Endi signal bor, eshityapsizlar? Signalli simni mana shu uzilgan simga ishlatib qo'yamiz. Endi ketdik tekshiramiz. Sim ketgan joy bo'ylab bu yoqda mana signal yo'q. Bu yoqda signal bor. Mana shu qismida, taxminan mana shu qismida qayerdadir uzilgan. Mana simni pastga tushirib oldim. Qaranglar. Signal yo'q. Signal bor. Signal yo'qoldi. Yana paydo bo'ldi. Yaxshilab qarasak, mana shu signal paydo bo'layotgan joyda mana ham yashil bo'lib, окисление bo'lib turibdi. Mayli, malla bizning simimiz. Mana simda ichini qarasalaring, окисление bo'lib, yo'q bo'lib ketgan. Mana uzildi, abrif. Vaqtinchalik ulab qo'ydik. Dальше kursa yana bu joyda signal yo'q. Shu sim bo'yicha kelaveramiz. Mana signal paydo bo'ldi. Yana sal dashda mana o'sha signal yo'qoldi. Mana shu joyda yana abrif bo'ldi. Bu mallasim ikkita joydan uzilgan. Xo'sh, mana parktronik simlari ham uzilib qolgan ekan, zaodno payet qilib ketdik. Bu ishimga men 100% garantiya bera olaman, nimagaki har doimgidek kelesi bor termostatka orqali qilganmiz. Bu joyga suv, havo hech narsa kirmaydi va uzoq xizmat qiladi. Va mana ishimizning natijasi. Bu taraf va chap taraf. Hammaga e'tibor uchun rahmat. Sog'lik va salomatlik.